Burun nimaga achishib ketadi? Bir xil vaqtlar bo'ladi, shunaqangi burningiz achishib, xuddi burunni ichiga qalampir sepib yuborgandek bo'ladi-da. Bu shu achishi bilan birga ko'z yoshlanib ketadi. Buni sababi nima? Bu albatta burun achishib buni qiladigan bu qaynoqay sizda masalan virusli infeksiya yuqqan holatda bo'ladigan holat bo'ladi. Bunda birinchi o'rinda burun achishib yoki aksa urishingiz mumkin yoki burun achishib turib ko'z yoshlanishi mumkin. Bunda uy sharoitida oddiy usul masalan uyingizda masalan fizrosfor bo'lsa, xuddi fizrosfor olib turib burunda chayishingiz mumkin. Bu ham sizga yengillik yaratadi. Agarda bu achishlar kuchaysa, keyin bu achish keyinchalik dimoqda kuzatiladigan bo'lsa yoki ertangi holatda ham kuchayadigan bo'lsa yoki isitma chiqishi bilan boshlanadigan bo'lsa, bunda albatta mutaxassisga, ya'ni lor shifokoriga yoki oilaviy shifokoriga murojaat etish kerak. Bular ko'rib, sizni o'zingiz shikoyatlaringizni eshitib yoki rinoskopiya deydi, burunni tekshirib yoki tomoqni ko'rib, faringoskopiya deyiladi. O'shalarni ko'rib sizga to'liq tashxis qo'yiladi va sizni davolash taktikasi tanlab olinadi va tezda sog'ayib ketasiz. Albatta bunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bizga telefon raqami, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bundan-da foydali kontentlar o'tkazib yubormasligingiz uchun bizga albatta obuna bo'ling. Sog' salomat bo'ling.